Akalarim hammaga assalomu alaykum. Bugungi xizmatimizda Cobalt vazifa xizmatiga kelganmiz ertalabda. Xudo xolasa akamizda bo'layotgan muammosi nima? Tabloni ochsa ham, zamonni ochsa ham, zamon ochgan paytimiz ham hech qayerga yonmayapti. Maytforlar ham o'chgan. Xullas, avariyaga hech qayerga ishlamay qolgan akamizda. Katta masjidimizga kelganlar ertalab bomdod to'qib turib, chiqsalar уже mashina yurmay qolgan. Xullas, bo'lgan muammosi nima? Hammada agar shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, zamon ochganimizda hech qayerga yonmaydigan bo'lsa, plus hech qayerga avariyaga, поворотning hech qayerga yonmaydigan bo'lsa, imkon darajasida tushib birinchi o'rinda akkumulyatorlar klimasini ko'rishini so'rab qolardim. Xo'p, akamizda bo'lgan muammosi nima? Masalada hamma yo'li zo'r, pluslari hammasi bor, bu yerda ham plusi bor. Mana shu yerda zavodskiy o'zini 8 voltda bo'shaydigan mana shu yerda plusi bo'ladi. Mana shu plus o'zi qanaqadir germetichniy qilib qo'yiladi-yu, lekin shu nima bir sabablar bilan mana shu yerda o'tmay qoladi. Shuni hisobiga bizda plus tok yo'q qoladi, общий tok yo'q qoladi pitaniya. Imkon darajasida shuni ko'rishini so'rab qolardik. Agarda kimda shunday muammo bo'lib, перемешка qilganda ham tabloni ham yonmay qoladigan, avariyaga ham yonmay qoladigan bo'lsa, bunda sразу tushirib mana shu plus ko'rishini so'rab qolardik. Imkon darajasida o'zingizga ham manfaatli video bo'ladigan umiddamiz. Bundan olib yurmay qolgan oshlaringizni jo'natib qo'yasiz. Ha, yurib turibdi mashinamiz, xudo xolasa, hamma yog'i bo'ldi.